Payg'ambar alayhissalomni ikki qizlari payg'ambarlik kelishidan oldin bilamiz kimga kelin bo'lgan? Abu Lahabga. Abu Lahab ikki o'g'li Utba va Utaybaga payg'ambar alayhissalomni Ruqiya va Ummu Gulsum qizlarini olgan. Va juda ham chiroyli yashab borgan edi. Hammasi joyida edi. Payg'ambar alayhissalom 40 yoshga yetganlaridan keyin payg'ambarman deganlaridan keyin u Abu Lahab o'g'illarga Muhammad qizlarini taloq qilasan dedi. Hech narsa yo'q. Bir ayb yo'q, kamchilik yo'q, eriga norizolik yo'q, qanoatsizlik yo'q, hech narsa yo'q. Faqatgina u qizlarning aybi otasi payg'ambar bo'ldi. Bu juda ham yomon bo'ldi. Payg'ambar alayhissalomning qalblariga juda og'ir keldi. Payg'ambar alayhissalom siqildilar bu xabarni eshitgandan keyin. Shu qadar siqildilarki, buni hozir voqeani aytib o'tganimizdan keyin biz yaxshi bilib olamiz. Abu Lahabga Alloh azza va jalla uni yomonligi haqida payg'ambar alayhissalomga oyat nozil qildi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahabning qo'li qurisin, halok bo'lsin. Halok bo'ldi ham. Ana shunday oyat nozil bo'lgandan keyin Abu Lahab jahlga chiqdi. Muhammadni Robbi meni yomonladi, meni jahannamga tiqadigan bo'ldi. Endi uni qizlari bilan salla yashamaysan, borib tashab kelasan, talog'ini berasan dedi. Payg'ambar alayhissalomni chaqirib, qizlaringni ol dedi. Taloq qildik dedi. Shu darajada qattiq, shu darajada og'ir botdi payg'ambar alayhissalomga. Lekin payg'ambar alayhissalom o'sha joyda shu qadar og'rindilarki, shu darajada o'ksindilarki, aytdilar: "Ey Allohim, bularga itlaringni yuborgin" dedilar. Duoibat qildilar. Nimani evaziga? Qizlarni tashab ketgani evaziga. Hech bir aybi yo'q edi. Shuning uchun qizlarni bekordan bekorga tashab ketayotganlar payg'ambar alayhissalom mana shu duoibatlarga qolib ketayotgan bo'ladi. Chunki otalarga juda og'ir bo'ladi. Qizini hech bir aybi yo'q, hech bir kamchiligi yo'q, arzimagan ko'ynayin dazmol qilmagani yoki ovqat sovib qolgani yoki hayitda nimadir qilmagani uchun ajrimlar ko'payib ketayotgan bo'lsa, bu otalarning qalbiga ozor yetkazadi. Ota bo'lganda tushunadi ular ham. Boshqa yaxshirog'ini olar o'zi o'ylaganidek. Bu chiroyli bo'lmasa xurliqosini olar. U bu erini jiloviga o'tkazib turib, joyiga keltirib ham qo'yar hali. Unga itoat qilib er yashaydi ham hali, qaytar dunyo. Bu ham qiz erga beradi, qiz boqadi, qiz katta qiladi. Qizni turmushga berganidan keyin u qizni kamchiligini aytib eri tashab ketsa yoki qaynota qaynonasi tashab ketsa, o'shanda essiz qiladi, nadomat chekadi. Qanchalik uni qaynotasi ham og'ringanini o'sha paytda biladi.